Dostlar, assalomu alaykum. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar, Soqiliq mal bozorindamiz mana. Bugun 29-mart 2025-yil. Chuy oblasi Soqiliq rayoni Soqiliq mal bozorindamiz dostlar bunaga. Tak, qo'y bozorida yuramiz. Bu qo'y qancha ekan bu qo'ziq seta? Ekoten qo'z urg'achlar erkak. Erkak urg'ach. Erkak qanchadan so'rayapsiz? Erkek qo'zlar 20 mingdan deydi bunaga. Bozor qanchadan berib o'tadi? Ba. So'radi? 18 dan. Yaxshi. Vakam qo'z 8 be. Birov qora, birov sari. Mana ikki qo'z bilan qancha so'raysiz bu? 30 ming so'm. Yaxshi. Bu oq qo'ylar qanchadan ekan? Qaysilar? 15. Merinos или Miranos qanday deb aytiladi bilmayman. Oq qo'y deb qo'ying. Ha? Miranos deb aytiladi. Malish deb qo'yadi ekan buni. Qanchadan dedingiz? 15. Avo qo'zlarcha. Alardilar shunda. Ularda 15 dan, ha? O, yosh qo'zlar qanchadan ekan? 7 dan so'rayapmiz. 7 mingdan. Ular sutdan chiqiliqda, ha? Sutdan chiqib Sut emadi. So'rayapmiz, tushib berasizlar. O'sha tushib berasizlar, 7 dan. Ular qancha kun, oy? 1 oyliklar, ha? Yaxshimi? 7 mingdan deydi. Yaxshi, bu yerda dravilka bor ekan do'stlar. Onu so'rab qo'ysa assalomu alaykum. Mana sota tartasin, bu yerdan jemni qo'yaverasiz buni. Buni olgandan keyin bu yerdan cho'p buni, cho'p. Tak. Bu yoqdan sotoni, jugorni bütün uqalamani tig'adi, bu yoqqa. Setkasidan o'tadi. Tak, bu olinadi. Yo'q, buni bundaydan, bundan jem tushadi deyna teshikdan. Buni olingandan keyin bunday gap bo'ladi. Olingandan cho'p. Bunday cho'p tortiladi. Cho'p tortiladi. Bede saman polni ketaveradi. Vakuumni deb qo'ydi, buni uyda changdaydi. Changdatmaydi. Üstüne chang chiqmaydi. Sapirmaydi. Bu yoqqa dalcha ketadi. Aslida o'zida tortadi. Yaxshi, vakuumni deyotganmi? Motorni. Basi 25 Motorlarni o'g'il. Basi 25 ming. Bu Sodasi bor. qanday o? Qancha deb qo'yganday? Motorni aytmaysiz. Motor 7,5 kilovat 3000 оборот. Tak, motor 7,5 kilovat 3000 оборот. Telefonni. Hozir qo'ya turingizlar, shashillansa. Bu olinadi? Adres, telefon. Setkasi bu yog'idan olinadi. Tak, bu jemnikida bu. Jemniki. Bu cho'g' olgandan olib qo'yadi bu. Olib qo'yadi. Mana Bunisi olib solinadi bunisi. Bunisini salib turib, bunisini salsa o'sha jem tortiladi. Jem tortiladi. Yaxshi. Bu endi qancha fazamen ishlaydi? Uydagilar aslında 2 faz, 1 fazada, 2 fazada. Bir faza bilan ishlaydi. Как обычно. Minutasına bir tük tuğraydı. Jemde olsa, jem qurg'oq bo'lsa, mishogin 10 minutda to'rab beradi. Yaxshi. O kitayskiy motorda. O bitala kitayskiy atayin layiqtalgan o'sha yerda dravilkaga layiqtalgan kuchli yaxshi motorlar. Salmog'i yaxshi. 25 ming kemi bor. Adresni ayt. Kemi borda. Kemi var, kemi var. Yaxshi, negizi misol uyda berile fazaga o'sha to'q oz bo'lsa bu ishlayveradi. Uchga qo'shasiz. O ishlayveradi. Ishlayveradi? O ishlaydi. Yaxshi, mana. Telefon nomer qoldirib ketingiz endi. 707 0707 88 64 29. 88 64 29. Adres Puchka 7. Puchka 7 adres. Adres Puchka 7. Qaysi shaharda bu? Shaharda. Şlagbaum tarafta. Şlagbaumda ekan. Mana do'stlar, cholasizlar. Misoli bizda Batkendan ko'ra Ko'ldan, Jalloz dastavkasini uyushtirasizmi? O, dastavka bo'ladi. Dastavkasini uyushtirib beradi ekan do'stlar. Kemi bor. Kemi var. Yaxshi. Shu yo'l bilan. Hozirgi nomerga cholasizlar. Yaxshi, aytamiz so'dan. Любой время. Bu kimniki? Rahmat. Yaxshi. Bozorniki. Yaxshi, bu qanchadan sotilyapti? 50 so'mdan qo'ydi. 50 so'mdan deydi. Assalomu alaykum. Rezin vet taptaylarınız. Aytaveradi. Rezinadan o'tmaga. Mister Sam, yirtılmay yuraverasizlar. 3-4 soat. Jana Qarolta bozoridan olsanglar bo'ladi. Bo'na? Oy. 50 so'm bo'lgan bas. 50 so'mdan ekan. Bozor alami degan. Bozor alami. Erkak urg'ochlar. Qanchadan? 45 mingdan. Qaysi yerda? Bu oq qo'y qanchadan bu? 14 mingdan. Tak, bu yerda bir qo'ro'zim bilan bor ekan. Shuni tartib qo'yib deb ketamiz. Qaysi jag'ында?
Ya. Başını aytып koyayım, söylep Так. тұрып да. Конечно. Так, бұл жерде қанша баш қой? Бұл жерде 20 баш бар, үйде де 30 баш бар, жалпы 50 баш. 50 баш. Қанша тіштер енді? 2 тіштен 6 тішке чейін. 2 тіштен 6 тішке чейін жаштар, а? Таңдағанға 26-дан, оптом 22-ден береміз. Таңдағанға Бішкекте тұрады. 26-дан оптом 22-ден 50 баш бар дедіңіз, а? Мынаке. Ос, қолсы менен. Бұлар не примерно бойлары қандай болып қалады, бойлары? Бойлары чаққандар бар, 80-ге чейін мал қылғанға жақсы. Мына. Бұлар негізі чүйдікі қаяқтың қойлары? Бұл чүйдің сығатанан Бішкектің Учқостың қойлары. Чүйдігі ысық атаның қойлары екен, жақсы. Так, молар қазір баға қаншадан берді? Бұлардан бағадан 23-тен беріп атады. 23-тен бербедіңіз. Бұл жерде қозылуы да бар екен, а? А бұлар боз бар ма олар? Жақсы. Телефон номер айтыңыз анда. 0500 0500 608 408 608 408. деп қайырлы өресіздер. Достар çalaslar мына. Бойлары 80-ге чейгілер екен, мына құйрықтары разрездері мощный ма онда болған. Анан кейін боз екен. Bundan başka dağı 30 başlar var değil. Общий 50 baş. Kuruk olsa arzanırak veresi de. Жақсы. Ушул номерге çalaslar dostlar buna. Büt barışında. Büt barışında свет mi? Бүтісінде жақсы чоң. Же қараларда бар mı? Жоқ, қара жоқ. Бүгін чақта өйлі базарға алып келгенбіз. Өте өтпей деп базарға чақта өле алып келдік дейді. Чақтап 20 Мына қызыл шапкачан бала постоянно ауыл сатады. Жақсы. Мына қазіргі номерге çalaslar достар. Мобилдерде сойышқа. О, сойыштар қаншадан екен? Soyuşlar 20'dan 18'den 15'ten. 18, 15, 15'ler. O qancha eti var misal? Примерно. 17-18 var ekan. 17-18 eti var kilogramı. Tak bu erkek urgaçı? Erkeği de urgaçısı da var. Erkegi de urgaçısı da var deydi. Mına dostlar. Mına soyuşqa. Hazır emi soyuşqa suraydı. Siz nomer qaldırıp ketpeysiz mi? Taqsir. 708 0708 44 44 33 33 46. Dostlar çalaslar. Mına gel. Tak bu koyulur qancha ekan? 30, 35, 45. 30, 35, 45. 25 mi? Koçkor'dan. Koçkor'u 25 mi? Alasın mı? Tak, şunday bağlar. Bu ikinci çıkarılış dostlar. Vay, krasный шапочка. Bak, assalamualaikum. Merinos to'xtatdi, Merinos. Merinos. Uzun qanday to'g'ri aytiladi? Merinos или Merinos? Qanday? Merinos, ya. Merinos qanchadan bular? 12 ming. Bular erkek urg'achi. Urg'achilar. Boz. Qo'lsidan bo'linib tur, Merinos. 12 mingdan. Ammo u qo'y qancha? Semiz ekan. 30 ming. Buna kel dostlar. Так, bizde ушундай бағалар. Сіздер қайсы жақтан көріп атсаңыздар достар. Сіздерде баға қандай? Ондай 10 күн бүркөлі. Ой пікірлерді комментарийде қалдырып кетіңіздер. Байка бүгін базар қандай болып атады? Алған кіші бар бұл жоқ? Аз, а? Жол жауап екен. Видеоны аяқтайыз онда.